Hurmatli obunachilar, 2026-yil 20-aprel sanasida navbatdagi bemorimiz Toshkentdan tashrif buyurganlar. Bularga epilepsiya, ya'ni sudurgi diagnozi qo'yilgan. Hozir batafsil o'zlari bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Xo'p, birinchi bor Sog'lom turmush klinikasiga qachon buyurgansizlar va bugun nechinchi bor tashrif buyurishinglar? O'tgan yili may oyida kelgan edim. Mana o'sha may oyidan beri har 2 oy, 3 oyda kelyapman. Bugun oxirgisi. Qanday o'zgarishlar bo'ldi shu maydan beri kelishingiz mobaynida? Shu maydan beri to'g'risini aytsam, oldin menda sudurgi bo'lishim tez bo'lib turardi. Ham kunduz kuni ham bo'lardim, kechasi ham bo'lardim. Shu kunduz kuni bo'lganimda bir kunda 2-3 martalab bo'lardim. Hozir shunaqangi yaxshilanganmanki, bir oyda masalan endi hayotda hammada ham bo'ladi, qiz bolada administratsiya kelishdan oldin o'sha paytda kechasi uyqudan uxlashdan oldin bir marta bo'laman. Shu bilan kunduz kunlari sal boshim aylanadi, lekin pristup bo'lmayman. Shunga o'zgargan. Yaxshi tomonga o'zgargani juda ham mana shu. Oldin bir marta bo'lganimdan keyin kunduz kunlari ham boshqa 2-3 kun ham bo'lardim. Hozir kechasi bir marta bo'laman. Menga mana juda ham yaxshi bo'ldi. Men ham xavotir olardim-da buni. Ishda bo'lganda nima bo'ldi deb hozir xotirjamman. Endi orada bir davlenam chiqib turadi. U narsa dori ichganimda o'tib ketadi, lekin umuman shu davlena dorisini ham ichmang deganlar. Mana shu dorini o'zi ichmay qo'ygan edim. Rostdan ham boshim og'rimay qo'ygan edi. Anaqa qilganda mana shu boshqa anaqadagi shifokor tufayli shu dorini ichib sal davlenam ko'tarildi. Lekin bularni qilganimda umuman boshim og'rimadi, to'g'risini aytsam. Bugun nima sababdan tashrif buyurganlar bu yerga? Biza mana 3 yoshligidan beri bo'lganda ko'rsmagan doktorlarim qolmadi. Lekin orada undan 5 yoshda bunga diagnozini qo'yishdi. Gulchehra davolanganman, yaxshi qilganlar. Sampida yotgan. Sampida yaxshilandi, kishnaligida. Keyin dorisini biz bilmagan, bizni qoldirilgan. Shundan yana 5 yoshdan keyin kuchayib ketdi. Sampida O'zbekistonni hamma больницаlarda yotib chiqqanmiz, Toshkent больницаlarida. Yangi Tashmida, eski Tashmida, Jukovskida, keyin Qo'yliqdagi, Toshkentdagi hamma больницаlarga yotib chiqqandi. Lekin sudurgisi kuchayganda kuchaydi, kamaymadi. Biza hamma narsani bilib, nima qilishim kerak deganda bolalarim, farzandlarim yukdan ko'rib, men aytdim, yo tabib bo'lsa men bormayman deb, tabib deb o'yladim-da. Menga keyin shifodagi gazetalardagi, keyin televizorga chiqqanlarni hammasini meni farzandim uzoqda bo'lib turib, Koreyada kuyovim bilan ketganda, o'sha yerda menga tashlagandan keyin menga ishonch hosil bo'ldi. Keyin olib keldim, haqiqatan ham xursandman olib kelganimga. Mana 1 yildan beri buni ichi doridan to'lib ketgan. Qancha hamma dorini to'xtovsiz ichardi, lekin tuzalmagan. Hozir mana 1 yildan beri kelayotgan bo'lsak, natijasi juda ham yaxshi. Agar men o'shanda bilganimda qolib ketgan bo'lardi deyman. Oxirgi marta bo'lganida biz больницаga yotdik, Toshkent больницasiga. O'sha mezakari o'rniga mana bunaqasi bir xil deb boshqa doriga berishdi Philips'ni. Lekin anaqa yana sudurga bo'la boshladi. Keyin to'xtatdim, sezdim o'zidan, menga qarang, o'sha Philips'ni senga yoqmayapti. Doktorga ham qildim, bularga telefon qildim, oldin biling dedimda, keyin mezakarga o'tkazdik. Oldingi mana shu tavsiya qilganlar bo'yicha. Keyin to'xtadi, kamaydi. Philips'ni kuchaytirib yubordi. Ya'ni boshqa doriga o'tganinglardan keyin kuchayib ketdi. Xo'p, bir doktor Jalilovning o'zlarining gapi bor. Ya'ni dorini firmasi o'zgarsa, o'sha ta'siri qilayotgan dori, ya'ni nojo'ya ta'sir ko'rsatishga ham mumkin degan joyi bor. Ya'ni firmasi joy Rossiyanikini olayotgan bo'lsangiz, doimiy Rossiyanikini olish kerak. Boshqa joydagi qo'shilib qolsa, ya'ni tuzalayotgan bemorda yana o'zgarish kuzatilishi mumkin. Mezakari doktor Jalilov aytganlarda, bu tozasi o'shaning uchun mana shu mezakari ichsin, qirmizipin ichardi-da. Haqiqatan ham mana shu dedilar, bir xil doza bo'lgani bilan, bir xil ichidagi anaqasi bir xil bo'lgani bilan buni dorilarning firmasi boshqa dedilar. Mezakari dedilar, tozasi dedilar. Haqiqatan ham biz
karnazepindan mezakari berganlardan keyin ta'sir qilib to'xtadida, kasallik yengillashdi. Filipsin lekin ta'sir qilmadi. Boshqa bular aytmaganlar Filipsin. Xo'p, oxirgi gaplar, ya'ni sizlarni kuzatib turayotgan bemorlarga yoki yangi kelmoqchi bo'lganlarga qanday maslahatlar, qanday tavsiyalar berasizlar? Maslahatim dorini o'z vaqtida aytganlari bo'yicha ichilish kerak. O'sha bergan retseptlari bo'yicha hammasiga amal qilish kerak. Dorilarni shu firmasini aniqlash kerak. O'z aytganlarini hammasini doktor aytganlarini qilinsa, men misol uchun mana kelaman necha marta mana shu o'tirganlardan tanish bilish emas, mana hammasidan so'rayman, kim kelgan bo'lsa maqtash yoki birov o'rgatilgan gap emas, chin dildan yuragimdan hamma yoqda aytaman, chunki biz yoshlikdan beri hamma yoqqa borib natijasini bilmadik. Mana kelganlardan, mana shu doktor Jalil kelganlardan so'rayman, hammasi shifo topib ketyapti aytganlarni. Kimni so'rasangiz, birinchi marta kelgan, ikkinchisida qanaqa bo'ldi qiziqib so'raysiz deb. Desam, juda ham natijasi yaxshi dedi. Tuzalib ketganlar juda ham ko'p. Qancha uzoqlardan kelishadi. Men juda Alloh shunaqangi bir doktorlarimizdan ko'payishini juda istayman. Bilib-bilmas dorini bermasligini, aniqlab, yaxshilab, to'g'ri diagnoz qo'yishligini istayman. Chunki men qizimdan juda ham qiynaldim. Mana 30-35 yildan beri qatnayman. Ham ishlayman, ham bunga yuguraman. Ikkita xayolim bunda bo'ldi. Men o'zim uchun emas, qizim uchun. Mana o'zim yashaydigan paytimda qizim orqali yuribman. Hozir xotirjamman. Aholi yaxshi, natijasi yaxshi. O'shaning uchun bilib-bilmasdan dorilarni bermanglar. Aptekadan olib emas, doktor maslahati bilan beringlar. Ham doktorlar ham to'g'ri diagnoz qo'yishini, doktor Jalilga o'xshagan doktorlarni ko'payishini juda ham istayman. Chunki 100% bularda natija borligini bildim. Rahmat, Alloh shifo bersin. Bunday natijalarga erishganlardan biz ham xursandmiz albatta. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar.